Assalomu alaykum okalar. Mana okamiz ham mana iflos qilib ketdilar. Mana ko'ringlar, soatlarimiz mana 7:30 atrofida. Ertamangi ish boshlaganmiz. 7:30 ish boshlaymiz okalar. Mashinada bo'lsa, pulga qanaqadir zo'r o'tsizlar, bozor kutishingni shart emas. Epkasani bo'ladi. Bu tomonni ko'rsating. Go'zaldan tushib kelishingiz, go'zalligingizni. Bu tomonimiz mana Chorto yo'li. Mashina bozoriga o'tiradigan joyda lokatsiya zo'r. Mashina olib kelasizlar, sot berish xudo xohlasa 24 soat. Narxi zo'r bo'lsa, muammo yo'q. O'lish xizmatlari bo'lsa, kutib turinglar, sizlarga cho'raylar, bu ishni davom etamiz. Lak bo'lsanglar, iloji boricha mashina bo'lsa olib kelinglar. Bizdan sotish, sizdan olib kelish. Sog' bo'lasiz. Haftaning dushanba kuni Flos bilan olib kelibdilar mana. Mashina zo'r va joy ham zo'r. Kesani bo'laveradi, yong'oqzor sizlar uchun ishlamoqdamiz. Mana shu joyda mashinalarni qo'yib turamiz okalar. Nexia 3, Damas, Cobalt, Gentra olib kelaverasizlar. Sotib berishdan xudo xohlasa muammo yo'q. Iflos qilish sizdan, sotib berish bizdan. Mana okani ham o'z $1750 ga qo'ydi Damaslar 2004. Zo'r lekin. Cobaltingizda 2023 midi? 24 edi. 11 150 ga qo'ydi. Necha kunda ketdi oka? 2 kunda ketdi. 2 kunda. Chunki 2 kunda ketgan sababi bozordan chiqqandan keyin ertasiga qo'yaman. O'shani hisob bo'yicha 2 kun dedilar. Asli 1 kun. Narxi zo'r bo'lsa, sotilar ekanmi? Yaxshi ekan, zo'r ekan. Effekti bor ekan. Kanal ham yaxshi ekan. Qayerga sotdingiz? Noringa sotdim. Noringa, gap yo'q. Beklasda o'qigansiz? O'qigan.